Assalomu alaykum azizlarim. Mana bugun yaqinda kitobim dunyo yuzini ko'rdi. Sizlarga ana shu kitoblarimdan, she'rlarimdan o'qib bermoqchiman. Haykal. Mangulikka qo'yilgan haykal, uzilmaydi poyi qadamlar, farzandlarin, jigar bandlarin yo'qlab kelar har kun odamlar. Dastagulla ko'raman har tong, kelar unsiz huv onaizor, so'rolmayman xayollarini, bermayin deb qalbiga ozor. Unutmaylik o'tmishni do'stlar, aslo dillar ko'rmasin ozor. Qalbim uzra bir savol kezar, fashistda ham inson nomi bor. Yo'q, ustun insonmas ular, dunyo borki la'natlar ko'zlar. Mangu urush solgan jarohat, qalbimizda bitmaydi hamon. Ogoh bo'ling, zamin qo'ynida urushqoqlar mudraydi yomon. Rahmat azizlar.